Nima? Donatoring tortib gaplashib o'tiribsanu deyapti. Donatoring bor ekani deydi. Yomon asabim buzildi. Blin. Yana yarim soat, 1 soat o'tirmaymanmi? Mana kapkalar o'tiraydi. Aytdim-ku, tashiydigan odam qaramaydi deb. Yo'q, u kecha rostakam qilibdi. Qani siz efirdamisiz? Oching deb. Prosta men hamma internetlarimni o'chirib yotganman-da. Покупка qildim debdi. Rossa. Assalomu alaykum, bormisiz? Sog'indim-ku deydilar. Tavba. Borman. Atigi 9 oy kirmadim. Qaysi qiz bilan o'ynasangiz, men o'shanga patishka qilaman dedi. Yo'qolib qoling, o'zi asam buzilib o'tiribdi. Tavba. Ishlari yaxshimi? O'zi qancha urgansiz? 200 ga urgan ekansiz. Men o'sha siz aytgan boboyman deydilar. Boboy deydi-da. O'sha 40 dan u yog'i boboy bo'ladi. Patishka qilamiz deydilar. Hamma aytadi, batl oling, patishka qilamiz, katta batl oling. Katta batl kuni itam kelmaydi. Bilmasdan kirib qolsam, srazu chiqib ketadi. Erkaklarda lafsam qolmayapti hozir. 5 million urgan plov film bor deydi. Lafz qolmayapti erkaklarda. Erkak lafzi bilan deydi-yu. Yo'g'e 40 dan keyin qirchillaydi deydi. Bekor gap. 40 dan keyin shaptoli qoqib bo'ladi. O'zim. Interesno. Tili shirin bo'lib qolibdi 9 oyda. Bittasi zo'rg'a shu tilim shirin qildi. Lavsiz nima? Lavsiz. Bekor gap emas. Hozir qari buvilar yoshiga erga tegyapti. Ko'ryapsizlarmi internetda? Qari yoshi katta buvilar yoshiga tegib olyapti. O'qishni yorasi boru deydi. Balkon yebsiz, 40 dan keyin zo'r bo'ladi. Nima kinosi bo'ladi? Merlin kinosini ko'rganmisizlar? Merlin kinosida aylana sharcha bo'ladi. Sharchani shunday miyasiga qo'yib, xohlagan narsalar, voqealarni xuddi bo'ldiga ko'rsatadi. Misol uchun kimnidir o'ldirmagan bo'lsanglar, u o'ldirgandek o'sha ko'zlaring oldiga keladi, hayotda bo'lgandek ko'rsatadi. Yoki nimadir yomon xotiralar bo'lsa olib tashlaydi. Shunaqa sharchasi bo'ladi-ku, o'sha joyini eslaysam, Merlin kinosini ko'rgan bo'lsanglar, menga hozir shunaqa sharcha bo'lsa-da, shundoq miyamga qo'yib, yomon bo'lmaydigan narsalarni shu tortib olsa-da, o'ylamasam-da. Men tandizmi o'ylab, blin, zritildan kelib turib, men bu kim u? Men tanidingizmi? Merlin nima u deydi. Istopar kinosini ko'rganmisiz? Istopar Merlin kinosini ko'rganmisiz? Sehrgar bo'ladi. Chiroyli bo'lib ketyapsiz, kundan kun turmushga chiqmadingizmi mabodo deydi. Endi boboyga tegishim qoluvdi. Boboy. Istopar boshqa kino-ku, Merlin kinosi boshqa. Merlin emas edi uni nomi, kino nomi. Merlin bosh qahramon, Istopar emasmidi?
Kino nomi Istopar emasmidi? Merlin kinosi nomi nima edi? Istopar edi. Siz jinni bo'lib qolibsiz-ku deyin. Yo'q, Merlin bosh qahramon kinoni nomi Istopar edi. Shu yurish bo'lsa o'zim borib olaman shekilli. Turing, yo'qolib qoling. Astag'firulloh, astag'firulloh. Siz glavniyskiga ham, boshqasiga ham yomon ko'p gapirasiz. Eringiz ham dosh bermaydi. Afsungar. Ha, Istopar bor, Afsungar, to'g'ri. Kino nom tomi Yo'q, menimcha u Istopar deydi o'sha joyi. Istopar boshqa, Merlin boshqa. Ha, bo'ldi. Men xato aytibman, to'g'ri. Men xato aytibman. Yo'q, o'sha qaysi kino deydi? Mana bunaqa sharcha bo'ladi, miyasiga qo'yadi. Yo Istopar deydi, yo o'sha Afsungar kinosi deydi-da. Murcha kirib qopti. Tishladi. Ay xudo. Mayli, keyinroq kiring. Kirib, yo gaplashaman.